Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Qulupnay sezon ochildi deydi-ku. Kecha maza qilib qulupnaylarni yeb olganimizdan keyin qolganidan vareniya qilib qo'ydim. Kecha bu videoni chiqarishga ulgurmadim, chunki bu sal boshqacharoq uslubda pishirilar ekan. Qulupnaylarni shunaqa obrbotga qilib olib, yaxshilab chayib, tozalab, yana chayib, quritib keyin shakar sepilar ekan. O'shaning uchun ozgina cho'zilib ketdi, lekin ishoninglar, qulupnaydan hamma musori chiqib ketar ekan. Bu yerda birinchi men 1 kilo shakar sepdim, 3,5 kilo qulupnayga. Keyin ozgina suv chiqqandan keyin yana 1 kilo sepdim. Umumiy hisobda 3,5 kilo qulupnayga 2 kilo shakar soldim. Salkam 700 grammdan sal ko'prog'i musorga chiqib ketdi. To'liq suv chiqishiga 6 soatdan sal ko'proq vaqt ketdi. Lekin o'zini suvi bilan vashshe zo'r bo'lar ekan. Umuman suv aralashtirmadim. Bitta qaynab chiqqandan keyin pasaytirib tegini pupilarini olib 5 minut qaynatdim. Keyin tegini o'chirib qo'yib, sovishi uchun qoldirdim. Keyin ertalab voqlay turib, xuddi shu usulni yana 2 marta takrorladim. Sovutib, keyin yana qaynatib, rangini qaranglar, qanaqa chiroyli chiqdi. Hamma qulupnay dona-dona bo'lib turibdi. Hech qaysi ezilib ketmadi. Juda ham mazali bo'ldi. Menga yoqdi. Tavsiya qilaman xuddi shu uslubda pishirishinglarni. Mana qaranglar, qanaqa chiroyli bo'lib turibdi. Videoim yoqqan bo'lsa, like bilan kommentariy ayamaymiz, obuna bo'lib qo'yamiz albatta.